Toshkentda endi istalgan uy yoki binoning necha yoshdaligini bilish mumkin. Poytaxtda age.tashkent.uz nomli yangi interaktiv platforma ishga tushirildi. Ushbu sayt orqali foydalanuvchilar Toshkentdagi deyarli barcha uylar, maktablar, binolar va boshqa obyektlarni qachon qurilganini hamda hozir necha yoshda ekanini ko'rish mumkin. Hozirning o'zida minglab odamlar o'z yashayotgan uyini, eski maktabini yoki bolaligi o'tgan mahallasidagi binolarni tekshirib ko'rmoqda. Ko'pchilik ayrim uylar va hududlar o'ylaganidan ham ancha eski ekanidan hayratda qolmoqda. Ayrim foydalanuvchilar 1960-1970 yillarda qurilgan uylarni topayotgan bo'lsa, boshqalar tarixiy hududlardagi binolarning yoshi 100 yilga yaqinlashayotganini yozmoqda. Shu sababli platforma ijtimoiy tarmoqlarda tezda trendga aylanishni boshladi. Endi odamlar nafaqat uyining joylashuvi, balki uning yoshi bilan ham qiziqmoqda. Ayrimlar esa eski uylar qancha mustahkam ekanini muhokama qilmoqda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha Toshkentdagi eng eski va eng sirli hudud qaysi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar Remotor kanalida kuzatib boring.